Assalomu alaykum YouTube ahli. Toshkentning markazida joylashgan Samarqand Darvoza mahallasiga kelganmiz. Katta ko'chadan 150 metr kirganda chap qo'limizda Samarqand restorani, o'ng qo'limizda Kamolon mahallaga chiqib ketar ekan. Shu yerda ikkita ajoyib bo'lgan 1,5 soatdan ikkita kottejlarni sotilyapti. Korobka holatida hozir bittasini kirib obzor qilib chiqamiz. Bismillah deb kirishimiz bilan fasadni qaranglar. Go'zalligini oppoq, hozirgi trenddagi, urfdagi fasad ishlari qilingan, hammasi tayyor holatda. Ichkarisi qo'yyoz, ichkarini ham ko'ramiz. Tashqarisiga keladigan bo'lsa, bitta mashina bemalol sig'adi uy ichiga. Ziloniy zonalar tashab ketilgan, tapchan qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Podvolga xodimiz mashdan kirilar ekan, bitta oshxonani tegi podvol qilinar ekan. Bitta like bosib qo'yilgan joyi. Hozir uy ichiga kiramiz. Uy ichi korobka holatida bo'ladi. Bismillah. Qaranglar do'stlar. Svobodniy planirovkada tashab ketilgan. Xohlasanglar bu yerga oshxona plus hol qo'rsanglar bo'ladi. Burchaga bitta xona tushirsanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohlagan usulidagi xonalarga bo'lib, xohlagan usuldagi remont qilsanglar bo'ladi. Korobkaning yutuqlaridan biri qanaqa mahsulotlar ishlatilganini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Pishkag'i ishlatilganmi, plita yotqizilganmi, hammasi ko'rinib turibdi. Bu birinchi qavatimiz. Svobodniy planirovkada endi ikkinchi qavatimizga chiqamiz. İkinci qavatga chiqqanimizda zinadan ko'tarilamiz. To'g'rida balkonga ko'zimiz tushadi. Ko'ryapsizlar, hamma narsani sifatli, yaxshisi ishlatilgani ko'rinib turibdi. Hech narsadan ayirmang. Bu yerda o'zingizlar xohlagan uslubdagi remont qilib olsanglar va o'zingizlar xohlagan planirovkada xonalarga bo'lib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, nomerlarni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu yerga baraka qilamiz. Aloqaga chiqinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqsanglar, gaplashamiz. Salomat bo'linglar.